Almashqan chiroy filmi nimishqim bunda qisqa, uzunroq qilib qo'yib bersangiz bo'lmamdi degan nurg'ulg'a inkosi tushgan bo'ldi tuqqanlar. Hamda mushu munosabatlik savollaringizga kasbiy adam o'zi javob bersin. Bu yoq bo'lsa mushu Xotan shahar Yijin Gonzorshiniki mas'uli. Nimishqi bizning film shunda qisqa ishladinglar. Dönjüneki qisqa bo'lib qilishdagi sabab bo'lsa, 1,5 minutdan 3 minutgacha bo'lgan vaqt bu dönjüchilik sohasida ommabop bo'lib ketgan vaqt. Shuning uchun biz vaqtni 1,5 minutdan 3 minutgacha bo'lgan oraliqda saqlab turib, xo'ja janjisini ishlab sizlarga sunduq. Buning sababini bizning kasbdoshlar tushunadi. Bek qisqa deb shunday inkosini o'zingizmi ko'rdinglar. Hamda mushu biz tatib, kirishtirib, mana o'tkazib bo'lgan o filmning hammani. Hamda mushuni qaytadan yana bir ratlab kesishga nisbatan, bir uzatishga nisbatan bir nima bormi, bir imkoniyat bormi? Sizning deganingizga asosan hozir biz sizga ishlab xo'ja janjilarini putkizib, chunpinni avatib bo'lgan birinchi bo'limda buni qaytadan yana selib xo'ja janjilarini ishlab vaqtini uzatishga bizda imkoniyat yo'q. Lekin mushu keng turdashlarniki yaxshi qo'llab quvvatlash ostida keyingi bo'limida biz vaqtini uzun qilgan asosda ishlab yaxshi joyda turdashlarga sunsak bo'ldi, tamoman bo'ldi. O'zingizmi angladingmi tuqqanlar? Birinchi bo'limni men o'tkazib bo'ldi, tatish, kesish, hamma narsani ratlab menga bir bo'ldi. Endi buni qayta qilishning imkoniyati yo'q, lekin biz ikkinchi bo'limga necha kundan keyin boshlaymiz tatishni. Şuna bo'lsa izchil qo'llab bergan bo'lsanglar, endi mavi inimiz Yijin Gonzorshiniki mas'uli. Ma apparat tutgan hozirgi shu sizlarga bizni surat ko'rsatib turgan inimiz bo'lib qolsa, mush kasb bilan 10 yil shug'ullangan odam va inimiz. Mush inimizni nurg'ulg'a imtiyolarni suratga oldi, ishildi, torlarga yo'llab qilib, nurg'un artistlarimizningki mush imtiyollari mush hukumatdan qo'ldan chiqqan. Xotanning o'zida Yijin Gonzorshi deb mush Gonzorshini echiqliq. O'zinglarniki suratga, filmga nisbatan nisbatan har qanday cho'ng kichik ish qilib ehtiyojinglar bo'lib bersa, haqiqiy seni rozi qila olaydim. Haqiqatan to'g'ri tanlabdimi malni deb deyalaysan. Men shunday o'ylag'liq. Mush dönjürimga mush bolalarni taklif qilib bir filmni tatib berdi, men to'g'ri qilibdimi deb yurganligi gap. Bo'lsa Peyşağı münasebetler qanday ishlar olsa mush bolalarni tanlanglar. Endi mush bolalarniki aloqa numeri olib qolib qolsa 131 79 89 83 08